Mana bugun chislo 21 21 aprel. aprel 2025-yil. Mana Zayniddinov Abdulla akamda gap navbatida qarindoshlar, o'rtoqlar, jo'ralar, Ergash Mirzo buvamning ulfatlari, og'aynilari, aka-ukalari jamlanib o'tiribmiz. Hoji buva, bitta duo qilib bering bo'lmasam, qani? Ilohi omin. Qani duo qiling. Qani Ilohi omin. Parvardigor egam. Mana shuni qilib aka-ukalar, yori birodar, o'sha og'aynilarimiz bilan sog' salomat kelib shunaqa mana izdomlarda yaxshi o'tiribmiz. Avvalo izdomini Xudo dargohida qabul qilsin. Juda ko'p yillargacha shu oramizda shu nima qilmasdan sog' salomat o'ynab kulib yuraylik. Parvardigor egam hammamizni zamonlarimizni, el yurtlarimizni, podshohliklarimizni, mahalla ko'ylarimizni salomat qilsin. Shularni qator biz ham hammamiz ham o'g'il qiz nevarachalar bilan ko'p yillar shunaqa yashab, doim zamonimiz yaxshi bo'lib, Parvardigor egam podshohimizga ham Xudo obro' berib, yaxshi yurishlarni Xudo o'zi nasib aylasin. Mana shunday qilib yo'qlab mana bir-birimizni oqibatlarimiz juda ko'p yillargacha Xudo Parvardigor egam safimizdan hech qanday og'aynilar uzilmasdan salomat o'ynab yurishlikni Alloh o'zi nasib aylasin. Saat 9'da geldi size. Ben 9 oldu. Moskva'daki. Bunlar Moskova'sına yürüt de. Bunlarına böyle diyen çözüm okudu. Nasıl bulattı? Kırgılara, dikkat okudu. Çıkarlara, şu çözüm. Ben de şöyle alırsın şimdi. Aman arasına gaplashib o'tiribmiz, qiziq gaplar. Yerime otursunlar. O'zigina shabadaga bordi, nima bir yerda to'xtab qoldimi? Yok. Yaxshi borib keldingizmi? Ayağınızı so'ga tıkayıp oturasın desem, durmay kaldı. Nega kirmoqchilar? Öde aşağına. Ama 3 yaptı ona narsa. Bundingizga ham kirib ketar, tamam. Olib kelavering aka mana. Bittadami kalla oshiga? Abdulla aka siz o'tavering endi olib. Men uzataveraman o'zim. Ikkitani olib o'tib ketaveringda. Hozir Abdulla aka o'tadi ashaga, anaqa qilgan. Yok ulan. Kerem uyan bir yolda bir şey oldu. Nabida tutma bu yerinde kaldıracak. Telefon qilaymi yo? Gaplashdi. Nay qo'ying. Nay. Sizi gaplash yotdi, zamon yaptı dedi. Ismay qo'ying. Bittasini may qo'ying-da. Bittasini may qo'yib qo'ying o'sha. Bo'ldi. Kaymasın, hadi döneceğim. Hani? Saçı yazar cendir, yazma. Parti yazıp koyamam endi. Alıp gel, yakırak gel. Sen hiç yakırak otur. Yana. Hani ikinci belirleme, maşını bağlı var eken bu. Bitti beli var eken. Bitti elmas var eken. Şöyle var ya. Hala tamam. Zapaslarni sotmaysan dedi. O'n qaram. Benzin o'zi yo'q. Norma bilan berasan, manaqa. U nimaga qarang? Haligi narx ko'tarilgan vaqt ekan. Bu sun'iy ko'tarishda endi buni. Narxni sun'iy ko'tarish. Endi haligi hashpash deganchachi benzin ancha ko'tarildi. Endi borib kelishmina bu hukumat men bormayman dedim. Har kuni benzin bekor bo'lsa siz borib kelib bormayman dedim. O'shadan bitasini tayyorladim. Endi bular mana bir haligi taqir degan benzin bor. Bu benzin nimadan? Zavoddan обработка qilish uchun aktan soniga qo'shib anaqa standart chiqarish uchun turba olib borganda nima uchun bo'z tomondan hamma shuna benzin o'g'irlik qiladi desa, u ayda maxsus zavod o'sha odamlar uchun ochiq qo'yilgan. Maxsus kimlargadir. U haligi aydan olar ekanda mashinaga olib kelib, hali kanister panistraga qo'yib bersa, odamlar mashinani ko'tarib kelaverar ekan.
U endi zavod to'g'ri ekan-da. Haligi odamlarga ketayotgan, meydan kelmay bu ro'yxat qo'yilgan, uni berag'idan qilingani. Yerdan aylantirib chiqyapti, lekin u ro'yxatda yo'q. O'ynag'an ekan. Va uni oldimizdagi neft baza quriluvdi-yu, bochkalar turardi. Neft baza olib bittasi ham kelmadi. Keyin bular bitta o'g'ilni yaqin qo'ydi. Yaqin bilmayman bir 50-60 mashinani. Mashinga. Bu idish kerakda. Mana ovqatimiz ham keldi. Mana Yusufga hozir qoshiq beraman. Qo'lda olgani yaxshi. Men qo'ymayman. Mana juda ajoyib Bir söz bo'ldi. bahoriy Abdulla aka kamman juda hafsala qildiribsiz-da ha bir. Bir bahor kelib bularni Bir boqlaydi ba. bir anaqa qilib og'zini ko'kka yetkazay debsiz-da. Lekin tush ko'rmayapti. Bayro? Mursan sevib qo'ying-da jichcha. Salat, ona pomidor bodring bordi, salat qildi. Bo'ladi mana. Barcha qilganda esdan chiqib qolmasin, aytib qo'yish kerak. Mana advali. Zirab kelmabsan. Qani boshlaverding bo'lmasa? Qani? Qani? Hozir qani oling. Bismillah. Mana abi. Ashay qo'yib ko'ring. Salat. Yo'q, men o'zimniki bor, siz ijotimmi? Qani? Boshladingmi? Ha, boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Xudo barakani bergin. Ha, qalampir shunday qo'ying. Tezroq olib kelsin, maydalab qalampirni. Qalampirni beraversin tezroq. Hozir bering. To'y-to'yday bo'lsin-da. Shakarga beramiz hozir. Qalampirtimi? Choy bering, choy. Hozirdan aka choy bering. Choy keyin ham cho'ramsin bir yaxshi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani oyna. Qo'linglar qani yoqimli ishtaha hammaga. Mana juda chiroyli, go'zal bo'ldi. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ne buldu lan? Okuyorsun ya, okuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Allahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Subhaneke Rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Dua edin. İlakonun şuuriyen mukaddes kelamıyla, yazıgen dasturhandan, hasıl olan savsamarlarla, evvelen var iki adam server Peygamberimiz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cemi kötken erdoğan, müminler, müslimlerle, şu Abdülcü ülkemizin ötkeleriyle başlayana kıldık. Ötkelerimize harika rahmet, şahiste cennet kıyın. Korgellerin ömür yarısı Huday'ın bariki beyin. Tesik, omanlık, sıhhat salama değil beyin. Abdülcan diyem aileler bilen, balı çakaları bilen, tencalarını sağ, ömrünü uzak, rızkını uluk kılıp, Allah'dan ne metelegen bulsa artık bilen versin. Şuları katarına hemen teç böyleydik, salamat böyleydik. Hemenlerimizi şunları yaxşı günlerde bence çağırık, dasavallarının üstüne oturup uzak yıllarga yüz koyup şunlar görüşümüzge köp yıllarga nasibe roz eyleyin. Tirkish bo'libdi, duo qiling siz ham. Bitta duo qiling jamoatga qani. Amin. İlahi Perverdigar. Ödünç. Şu ablacan diye ürünü uzak, rızkını uluk kılgın. Törmeyeceğini sak kılgın. İşleri rivaz versin. Onlara baş basın. Devre çeviren başa tülebiliyor, nasip bulsun. Ötken otanalarına Xudo rahmet etsin. Ötken yeri cenneti bağlardan bulsun. Soğul cafatan bulsun. Haram guru yarı bulsun. Erveleri şat bulsun. Erveleri medet etsin. Başı hemen cörelerimizdен ürünü uzak, rızkını uluk kılgın. Törmeyeceğini sak kılgın. Ötkenlerine Xudo rahmet etsin. İşleri rivaz versin. Topkalları toylarga, yaxshilik kunlarga bersin. Başlab oturishimiz doim buzilmasin. Allah.
Yunus Toğa dua qilib qo'ying siz ham bitta. Şunun olmadı kaçırımlarını bildirgen. Güven insanların oradalarıyla kavrupsun. Allah güven insanlarımızı, doğan sorunlarımızı, olan yolda. Allah sıcağın bir köşkelerimiz. Allah'ımız köşkelerimiz, Allah'a rahmetsin, ceylan cennet çarpmışsın, Allah'a rahmetsin. Kovalarını sabırkan, abdülsülük Allah'a öldürsün. Abdülü'ye bağışa kalman için çoluk, sağ sola oynatmıyor. Allah sizlarga rahmat. Çok rahmet. Shunaqa uzoq yillar bizni duo qilib yurishdi, Xudo o'zi ro'zi nasib etsin. Yurtimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lsin. Xonadonlarimizga fayz baraka bersin. Bolalarimizni baxtini ko'rib ibodatda qoyim turishni barchamizga Alloh nasib qilsin. Davri qiyomatgacha xonadonlarimizdan islom chirog'i o'chirib, yolqinimizdan duo fotiha qiladigan Alloh. Allohim uzoq yillar mana otalarimizni ham ko'rgansizlar, bizlar bilan birga yurib duoda bo'lishdi. Alloh o'zi ro'zi bersin. Habibul aka siz ham bitta duo qilib qo'ying. Sizniki ham tabarak. Qani. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey yaratgan egam. Amin. Avvalambor o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga durud salovat salomlar bo'lsin. Amin. Allohim bu qilingan ihsonlarni, o'qilgan tilovatlarni, qilingan duolarni o'zing ijobatini bergin. Abdujon ham umrlari uzoq bo'lsin. Nimaga yaxshi tilaklarga yetkazsin. Barchalarimizni doim tinchlik, xotirjamlik, salomatlik ko'rishaylik. Kunlarimizni bardavom qilsin, farzandlarning orzu havasini ko'rishni hammamizga nasib etsin. Rabbana atina fid dunyo hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban. Rahmat gaplarga rozi bo'lgan yana. Yo'q, Achchiq chuchuk gaplarga bo'lsanmi? Rahmat, kamroq. bundan roziman o'zi. Bundan rozi. Ablajon acaba men yig'ishtirishib ketaman siz bilan. Bu haqida chiqadi bitta hammamizni. Amin. Amin. Ey Parvardigor, o'zingsan, yakka yagonasan, hamma qodirsan, qodirsan. Shu jo'ralarimizni, shu Abdujonni umrini uzoq, rizqini ulug' qilgin, To'rmijani sog' qilgin, ishlariga rivoj bersin, bolalariga bosh bo'lsin, Payg'ambar safarlarini behatar qilsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, topqonlarimiz to'ylariga, yaxshiliklarga bersin. Prezidentimizga umri uzoq, rizqi ulug' bo'lib, yurtimizni ko'p yillar shu xalqimizga manfaat beradigan podsholardan bo'lib yurishini Xudodan tilab qolamiz. Hovurlarni ham bitta duo qilib qo'ying. Zayovlar hovurlarga ham uzoq, rizqi ulug' bo'lsin, ishlariga rivoj bersin, bolalariga bosh bo'lsin, topqanlar to'ylarga buyursin, turpog'ati oltin bo'lsin, beshikka yursin. Mana duolar zo'r oldu mana bu gaplarni. Ama prezidentçe bunlar ekansiz, bu yaşamayın. Ben kovarım yana bir uşak herkese